Yoz bu nafaqat dam olish, balki o'sish, o'rganish va orzular sari yaqinlashish fasli. Ayniqsa prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan Dolzarb 90 kunlik loyihasi bolalar hayotiga yanada rang-baranglik olib kirmoqda. Bugungi kunda bu loyiha doirasida O'zbekiston bo'ylab o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni fan, ijod, sport va kasb-hunar yo'nalishlarida rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Farg'ona tumanidagi 55 va 24 umumta'lim maktablarida ham ushbu tashabbus bo'yicha bir qator to'garak mashg'ulotlari o'tkazilyapti. Jumladan 55 maktabning Turon maktab teatr jamoasi tomonidan Chingiz Aytmatovning Asrga tatigulik kun asaridan parcha namoyish etildi. Biz bu asarda ijro etganimizcha rosa ko'p harakatlar qildik. Bir-birlarimizga yordam berib, bir-birimizni tushunib harakat qildik. Bu asarni tanlaganimizdan maqsad hozirgi paytda ko'p bolalarimiz telefon bilan, o'sha ijtimoiy tarmoqlar bilan vaqtlarini o'tkazishyapti. Va bu hozirgi holatga ular tushib qolishlari ham mumkin. Ya'ni o'sha manqurt holatiga telefon orqali zararlanib, biz hozirgi paytni olgan holatda bu asarni tanladik. Endi bu asarni ijro etishimda ko'p yordam berishdi partnyorlarim, o'sha harakat qilishimizda bir-birimizga ko'p yordam berdik. Ta'lim muassasalarida mental arifmetika, xorijiy tillar, fan, kasb-hunar, iqtidor maktab ansambli, Turon maktab teatri, mutolaa, zakovat kabi yo'nalishlarda turli bellashuv va to'garak mashg'ulotlari tashkil etilgan. Farg'ona tumanidagi 55 maktabda yozgi mavsum davomida 1020 nafar o'quvchi qamrab olinib, ularni turli sohalar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash bilan birga kunduzgi oromgoh shaklida tashkil etilgan sport mashg'ulotlarida ham faol ishtirok etishmoqda. Tumandagi 24-maktabda ham xuddi shunday faoliyat izchil davom ettirilmoqda. Bu kabi tashabbuslar bolalarning nafaqat yozgi ta'tilini mazmunli tashkil etishga, balki ularni kelajak kasbiga, sog'lom turmush tarziga va jamoada ishlash ko'nikmalariga tayyorlamoqda. Yozgi ta'tilni maroqli o'tkazish uchun maktabdagi to'garaklarga qatnashyapman. Maktabdagi to'garaklardan tikish, bichish va har xil ko'ylaklar, pardalar tikish, bichishni o'rganyapmiz. Shu kungacha men o'zim mustaqil har xil nimchalar, ko'ylaklar va pardalar tikishni o'rganib keldik. Asosiysi vaqtimizni maroqli o'tkazyapmiz. Farg'ona viloyati bo'ylab bu borada olib borilayotgan ishlar e'tirofga arziydi. Sababi ta'til kunlarida tashkil etilgan mashg'ulotlar orqali nafaqat bilim berilmoqda, balki o'quvchilar orasida milliyligimiz ham keng targ'ib etilyapti. Farg'ona tumani maktabgacha maktab ta'limi bo'limi tasarrufida 63 ta ta'lim muassasasi, ya'ni umumta'lim maktablari faoliyat yuritadi. Tumanimizda jami 36864 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Biz yozgi ta'til davrida 35 mingdan oshiq o'quvchini yozgi to'garaklarga jalb qildik. Ta'lim va tarbiyani uyg'unlashtirgan bunday sa'y-harakatlar bugungi yosh avlod uchun nafaqat bir yoz fasli, balki butun umr esda qolarli hayot sabog'iga aylanib bormoqda.